Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati hunarmandlar uyushmasiga a'zoman. Ismim Abdujalil, familiyam Ergashev. Alhamdulillah mana shu soha bo'yicha, shu hunar bo'yicha yoshligimizdan o'rganganmiz. Otam rahmatlik yoshligimizdan biz ro'zg'orda 4 ta farzandimiz, shu 4talarimizni hammamizga kasb o'rgatgan. Birimizga sartaroshlik, birimizga duradgorlik, qisqasi hammamizga yoshligimizdan qo'lida hunar bo'lsin deb u kishi aytadilarki, yoshligimizda men Buxoroda o'qigan paytlarimda Buxoroda madrasada o'qishlik uchun talabalarda hammasini qo'lida kasbi bo'lishi kerak. Chunki bu ilm Alloh yo'lida o'rgatiladi deb o'sha endi bu 100 yil, 200 yil oldingi gaplarni aytadilarki, har bir talabani qo'lida kasbi bo'lmasa, talabalikka qabul qilishmas ekan. Yoshligimizdan bizni hammamizni qiziqqan fanimizga o'rgatganlar o'zlari. Ustozlarga olib borib topshiradilar. Xuddi shunday o'rgangan kasblarimizni birinchisi shu sartaroshlikni yaxshi o'rganganman. Keyin yog'och o'ymakorlikni yaxshi o'rganganman. Naqqoshlikni yaxshi o'rganganmiz. Mana shu devorlarga ishlanadigan har xil g'ishtlarni, toshlarni gullab terish, qisqasi ustachilikda hamma sohasini shu yoshligimizdan o'rganganmiz. Mana shu 1984-yillargacha mana shu o'zimizni kasbimiz bilan har xil kasblarni qilib ro'zg'or tebratganmiz, otamizga yordam qilganmiz. Undan keyin uylanganimizdan keyin o'zimiz shaxsiy hayot yo'limizda tanlagandan keyin dastlab Buxoro Mir Arab madrasasiga o'qishga bordik. Buxoro Mir Arab madrasasida o'sha xat ta'lim darsidan ustozim Abdug'afur Razzoq Buxoriy janoblaridan ana shu xattotlik fanidan ancha dars olganman. Dars olib, keyin o'sha dars berishga ham Alloh muvaffaq ayladi. 90-91, 92-yillarda Buxoro Mir Arab madrasasida faoliyatimni davom ettirganman. 1992-yillarda men Samarqand viloyati Payariq tumanida tug'ilganman. Imom Buxoriy bobomizni majmualari, yotgan joylari bizni shu mintaqamizga to'g'ri kelar ekan. Shu joyda madrasa ochilganligini eshitib 92-yilda Buxorodan Mir Arab madrasasidan Samarqand viloyati Xaritan qishlog'idagi Imom Buxoriy madrasasiga kelganman. U yerda ustozimiz rahmatlik Usmonxon domla Alimov u kishi o'sha madrasaga taklif qilib, shu madrasada faoliyatimni davom ettirganman. Keyin mana shu xattotlik faniga asosan qiziqishimda yoshligimda otam sababchi bo'lgan. Mana shu xattotlik fanida yoshligimda yana ham oldinroqdan boshlaydigan bo'lsak, maktabda rasm chercheniya faniga juda qiziqardim. Bo'ladigan darslarni oldindan chizib qo'yardim, chizib tayyorlab borar edim. Nihoyatda shu yoshligimdan qiziqqanim uchun bu madrasaga kirganimda qaradimki, xattotlik fani, naqqoshlik fani bir-biriga uyg'unlashib, mana shu fan ikkalasi bir-biriga yaqin fanlar ekan. Shuning uchun o'sha xattotlik o'zimdagi bor iste'dodni mana shu xattotlik faniga o'sha ustozlardan dars olib, dastlab Toshkentda Habibulloh Solih ustozimiz, endi katta ustozlarimiz, Salim aka Badalboyev, Islom Muhammad kabi ustozlarimizdan yaqindan u kishilardan maslahat olib, kishilardan o'sha boyagi kamchiliklarimizni to'g'rilab, asosan faoliyatim xattotlik yo'nalishida bo'lgan. Hozirgacha alhamdulillah mana shu fanni orqasidan dast bakoru dilbayor, ya'ni qo'ling ishda bo'lsin-u, qalbing Allohda
bo'lsin degan Naqshbandiy bobomizni shiorlariga binoan mana shu fanni orqasidan mana o'zimiz uyimizda mana shu terilarni oshlab, mana tut yog'ochlari mana shu pillarda mana bu tutni bargini pillaga berib, tut yog'ochi bo'shagandan keyin tut yog'ochlariga terilarni tortib, uyda shuni farzandlarimga hammasini o'rgatganman. Farzandlarim mana shu narsalarni qilib tayyorlab, keyin asosan hozirgi faoliyatim Registon maydonida shu kelgan mehmonlarga mehmonlarning ismlarini mana shu o'zimiz tayyorlagan mana shunaqa terilarga ismlarini yozib beramiz. Mehmonlar asosan ko'pchilik o'sha mahalliy ziyoratchilar, keyin xorijdan kelgan mehmonlar o'zlarining ismlarini yozib berishadi. Keyin bir yaxshi niyat, masalan, bizning oilamizga baxt, saodat, ishlarimizga barakot va shu yaxshi niyatlarni aytgan vaqtda ismlariga qo'shib niyatlarini yozib beraman. Asosan faoliyatim shu. Birinchi faoliyatimiz endi mana shu terini o'zimiz uyda oilaviy hammasi o'zimizdan chiqadi bularning hammasi. Ikkinchi faoliyatimiz Samarqand qog'ozi. Bu Samarqand qog'ozini bilasiz. Samarqand qog'ozi dunyoga mashhur qog'oz bo'lgan. Buni ham yo'lga qo'yilganligiga 20-30 yil bo'lib qoldi. Shu u yoqda qog'oz fabrikasida qog'ozni olishadi, keyin menga olib kelishib, bu qog'ozlarga o'sha dil so'zlari, dil izhor so'zlarini ismlari bilan qo'shib men yozib beraman mana shunaqa. Undan tashqari viloyatimizdagi, shahardagi yangi qurilayotgan va qadimgi masjidlarni ta'mirlash jarayonidagi yozuvlarga ham qisman yordam qilib turaman. Farzandlarim, mana shu o'g'lim, qizim, kelinim, nabiralarimga o'rgatganmiz. Bu o'sha fanni, bu san'atni, bu kasbni o'rgatganmiz. Ular albatta menga hozir qanot bo'lib turibdi. Ular shu boshlarini qanday boshlash, qanday qilish yo'l-yo'llarni ko'rsatganimdan keyin qolgan ishlarni farzandlarimizni o'zi bajarishadi. Nafaqat o'zimiz yurtdagi anaqalar, xorijdan kelgan mehmonlarga ham mahorat darsi o'tamiz. Mana shu stollarimiz mahorat darsiga mo'ljallangan. Bizga 1 oy, 2 oy oldin aytishadi, shu vaqt, shu kun, shu soatga bizga bir mahorat darsi o'tib bersangiz deb. Asosan shu xorijdan kelgan mehmonlarga mahorat, ularning qo'liga qalamni beramiz. Biz aytamizki, mana bu qalamda bizni bobolarimiz ijod qilishgan, Alisher Navoiy, Ulug'bek bobomiz, Amir Temur va qisqasi, mana bu zamonaviy mana bu ruchkalar, temir ruchkalar chiqquncha hammasi qadimda biz bobolarimiz mana shu bilan yozishgan, shu bilan ijod qilishgan deb ularni bu inshoot 1420-yilda qurilgan Ulug'bek bobomiz tarafidan kelib o'tirishgandan aytamizki, mana 600 yillik bizni bobolarimizni merosini ichida turibmiz. O'sha davrda havosidan olyapsizlar. Hozir qo'llaringizga qalam beramiz. Shu qalam bilan o'zlaringiz ko'pincha o'zlarining ismini aytishadi. Keyin men ularning ismlarini yozib beraman. Endi ajnabiy nima desa shu ismlarini yozib beramiz. Keyin men yozganim ustidan ular shuni yozib chiqishadi birinchisiga. Keyin ikkinchi dars, keyin ular alohida o'zlari yozishadi. Keyin uchinchi jarayon, mana bu teridan yoki Samarqand qog'ozidan birortasini olib, yoki o'zim yozib beraman, yoki o'zlari yozib esdalik sifatida Samarqand 2025-yil chislolarini, kunlarini qo'yib, juda mamnun bo'lishadi bizni san'atimizdan. Shunaqa xizmatlar qilamiz. Undan tashqari o'zimizni yurtimizdan kelgan yoshlar, ba'zi qarilar, hozir ikkita shogirdim bor. Bittasini yoshi 71 da, bittasini yoshi 85 da. Ikkalasi ham mana shu 2 yil, 3 yil ichida kelib, xatni o'rganib, hozir mustaqil o'zlari yozadigan bo'lishgan hozir. Hozirroq kechiktirlaringiz, bugun ham o'sha bitta shogirdimiz 71 ga kiribdi. O'sha Qur'onni yozish qonun qoidalarini o'rgating deb kelganlarida qisman darsni boshlab, harflarning balandligi,
qanaqa xatda yozish kerak, sarlavhalari qanaqa bo'lishi kerak, necha qatordan iborat, harflarni joylanishi shu to'g'risida bir ikki og'iz ma'lumot berdim. Siz hozir kech keldilaringiz, u shogirdim darsni olib 71 yoshar. Shu paytda bir kishi kelib qoldi. Shu jarayonga men aytdim, eng yosh shogirdlarimizdan desam, menga qarab tabassum qilyapti. Eng yoshimi shu dedi. Men ha, yoshlari shu. Deb shunaqa, alhamdulillah, undan tashqari ham yoshlarimizdan kelib, qiziqib, mana shu darslarimizdan inshaalloh mamnun. Dars olib ketishadi. O'zi ma'lum vaqtga kelishamiz. Keyin nechta dars olish kerak, haftaning qaysi kunlari kelish kerak. Qisqasi, alhamdulillah, buni bobomizdan o'rganganmiz, ustozlarimizdan o'rganganmiz. Bu estafeta bo'lib qolgan. Keyingi farzandlarimizga, nabiralarimizga va boyagi shogirdlarimizning hammasiga bu omonat san'atni, bu ilmni o'tkazyapmiz, alhamdulillah. Bundan juda mamnunman, alhamdulillah.